Mana bu videoni o'tkazmasdan ko'ring. Bugun tong saharda Orzu Life profilining egasi Orzugul 21 yoshida vafot etdi. Odam o'lishini bilmaydi, ertaga o'lishi mumkin, yoki bugun, yoki hozir, yoki 2 kundan keyin odam o'limi bilmaydi. O'lsa bash qo'shib qo'ygan bo'ptimi? Siz blogingizni o'zim yuritaman, asarlaydi. Bir umrga yurasan, Bir umrga. tasavvur qilyapman, misol, tasavvur emas, misol. Qara, u hozir misol hech kim buncha tanimaydi-ku odam. Keyin o'lgandan keyin million odam tanisa kerak, keyin bayinlar ham ko'tarib ketsa. Mo'sh, mana shu istoriya tursa agar, videosida tursa, mabodo kim o'lib qolsa, mana shu istoriya qo'ysa ham bo'lar ekan. Hozir o'limimni eslayapman buncha. Endi menga qaraydi. Sen nima yig'laysan? Yosh kattalarimizni bir gapi bor. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi degan gap bor. Bu qiz o'lishini to'g'risi ko'ngliga solgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani oldindan aytayapti. Lekin hozir videolarni oldin ko'rardim. Hozir endi qiziqib uylarini ko'radigan bo'lsak, o'ta ham bir ayanchli ahvolda ekan. Agar Jizzaxda kimdir shu qizni uyiga yaqinroq bo'lsa, iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa yordam berishlarini bir iltimos qilgan bo'lardik. O'zingizni, joningizni o'zingiz asraysiz. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Endi bemahalda yurish ham yomon. Iloji boricha me'yoridan ortiq qattiq haydamaslik kerak mashinani. Do'stlar, hammangizni yaxshi ko'raman. O'zingizni o'zingiz asrang.